Assalomu alaykum aziz ko'ruvchilar, ekranimizga xush keldinglar. Men Gollandiyadagi ixtiyor muxbir Pidoyi. Teklimakonning girveklarida tug'ilib o'sib, Amerikaning eng ilg'or yerlarida xizmat qilayotgan, o'zining eng jiddiy vaqtlardan vaqt ajratib, xalqining ehtiyojli bo'lgan sohalarda qalam tavritib kelayotgan va tinmas mehnati bilan xalqi tarafidan olqishlanib kelayotgan doktor Erkin Sidiq afandining hayoti bilan tanishib chiqsizlar. Qani diqqatinglar ekranimizda bo'lsin. Ziyali olmak asan emas, ilim ehli olmak, alim olmak asan emas. Şu kadar mehnet bilen, ecir bilen bir pellik bağlandığın keyin özünün halka bo'lgan xizmatini qaysi xil şekilde ifadeleş meselesinde bir qancha farqliq nomzodlarni, ismlarni ko'z ko'rganda shunun qatoridan siz o'zgacha uslub bilan hech kimga o'xshamaydigan bir shaklda yillardan bir mavqega kelyapsiz. Hamda albatta sizning kimligingiz, qayerda tug'ilganligingiz, shaxsiy tarixlaringizga aloqador to'rlarda bo'lsin yoki yozgan kitoblaringizda bo'lsin nurg'un manbalar bor. Shundaqda bu o'zingizning og'zidan shu programma munosabatli shaklda qisqa anlagan odam balki bilmaydiganlar bo'lishi mumkin. Anlaganlar bir darhol falanchi manda bo'lib ketgan asli deb agar xato anglamagan bo'lsa tuzilgan shaklda tarixingizga kichik kirishib o'rgan bo'lsangiz. Men 1958-yili Oqsuda tug'ilgan. Men to'la vaqtimda dadam o'qish ketdi ekan Beijingga. Dadam o'zi bir o'quvchi, bir kadr, Oqsuda kadr. Apam uçakta o'ziga olib uchun meni Onsu nayisining Aral yezisida meniki cho'ng opamniki uyida, bir dehqonning uyida tug'ib ekanman. Shu yerda tug'ilgan, lekin men boshlang'ichdan o'qib maktabni Oqsuda tugatdim. Boshlang'ichdan Oqsuda 4-chi boshlang'ich o'qidim. Uçak bu maktab Uyg'urlar bilan Uyghur o'quvchilar, Xitoy o'quvchilar bilan o'qiydigan boshlang'ich maktab ekan. O'rta maktabni Oqsuda 1-chi o'rta maktabda o'qidim. Burun Putla Uyg'urcha maktabda keyin uni Uyg'ur Xitoy o'quvchilar birlashgan qatgan. To'liq o'tirini bitirgandan keyin qayta tarbiyaga tushdim. O'sha qayta tarbiyaga tushgan majbur edi. Men o'qish bitirgan kuni yurtdoshlarımni ko'tarib bir katmanni olib, bir traktor vagonda o'tirib, Onsu nayisining bir Shalurchiq maydoniga qayta tarbiyaga bordim. U yerda 1976-yili 7-oydan 78-yili 1-oygacha 1,5 yillik vaqt qayta tarbiyada bo'ldim. Shu vaqt kelgan chog'da Dimshaqning ma'rifni isloh qilish siyosati bilan o'qigan o'quvchilarga albatta imtihon berish imkoniyati yaratildi. Shu bana bilan men albatta imtihonga qatnashib, agarchi o'zim Oqsuda 1-chi o'rtada o'qigan bo'lsam-mu, Konshadagi o'rta maktabda albatta imtihonga qatnashdim. Biz imtihonni 10-sınıfda berdik, 12-oyning 77-yili. Men 12-oyning 5-kungachilik qo'llagan. Shu chog'da yem muzdi, shu esimdan chiqmaydi. Bizning bitta kiyilib muzni ustida saqlab qo'llagan, zaylik qo'llagan. Shundan keyin imtihon berish prosta bo'ldi. Imtihon berdik, keyin imtihon bergandan keyin bir cho'ng xabar tarqalib, Oqsuda bir bola favqulodda yuqori nomer olibdi deb. Keyin u bola men bo'lib chiqdim. Shu chog'da endi Uyg'ur tili bo'yicha imtihon bergan butun bolalarning ichida men Abdum rayon bo'yicha 2-o'rinni olganman. Shuning bilan meni Chinxoda o'qiydigan, Bedada o'qiydigan chet elga chiqib degan gaplarmi bo'ldi. Ammo u chog'da men Xitoy tilini bilmaydim. Bilmay oxirida Shinjang universitetidagi fizika fakültesi radio elektronika kasbiga kirdim. O'sha tunji qitim kasb ichilgan vaqt, hozir elektr injenerligi deydi. Shu kasbga kirib o'qib, bu yerda 5 yil o'qidim. O'qigandan keyin maktabning o'ziga o'qituvchi bo'lib qoldim. Shundan tang men o'qish bitirishimni e'lon qilishdan burun meni Shanxay qatnash universitetiga 1 yillik bilim ochish qilyapti. Bu yerda 1 yil bilim ochdim. Mikrodolqin texnikasi sohasida. Meniki o'qish bitirganimda shu yozgan maqolam shu mikrodolqin texnikasi bo'yicha sohasida bo'lgan. Shu chog'da men hozirgi GPS ishlatgan 24 sun'iy amralarniki ishlarini yozgan shu vaqtda. Sizning tasavvur shaklidami? Yo'q, tasavvur shaklida emas, shu chog'da texnologiyaniki taraqqiyot ahvolini tunishtirish shaklida. Hozirgi Shanxayda 1 yil bilmoqchidim. U yerdan qaytib kelgandan keyin maktab meni chet elga chiqarmaymiz deb 20 yil
İngiliz kursu qatnaştırdı. İngiliz kursu qatnaştım. Qatnaşıp imtihanını verip şu çağda bir fırsat bor vaqtida Şinjan Üniversitesi'den 10 yaş o'qituvchilar tanlangan chet elga chiqishga. Uniki 9'u Xitoy, Uyg'urlardan yolg'iz men. Men shuni ichiga kirganman. Kirib o'chada mashafani o'zim bir o'g'il bo'lib ketgan. Nima qilsa men inglizini o'rganmaganman. Men rasmiy o'qimagan. Bizniki o'rgangan chet el tilimiz Xitoycha. Bizga rasmiy dars o'tmagan. Shunday bo'lganda. Undan keyin Yaponiyaga chiqish ishi bo'lib qoldi. Bo'lib qolib o yapon tili kursiga kirdim. Kirib yapon tili kursini bitirib bir 10 oyda qildik. Bu bitgan chog'da Amerikaga bir san kelgan, fizik fakultetida o'qiydi, fizik kasbida o'qiydigan. Asham boraydisan, uncha Yaponiyada o'qishga talab qilib, shunga men Yaponiyaga bordim. Berib bu yerda 1,5 yil bilim oshirdim. Men bilan birga borgan 17 bola bilib oldik, birinchi turkumda avtonom rayon bo'yicha. Undan ichida ko'pinchilari shu nima aspirant o'qishga kirib ketdi. Lekin men borgan maktabda aspirant yo'q ekan. Ve fakat bakalavriyanı verirken başlamalar ben aspirant o'qishga kiramadim. 1,5 yil vaqt o'tgandan keyin men haloviyada tadqiqot natijasim qil ko'z ko'rinib, men borgan maktab shu meni ahvolim qarab bu kishiga yordam qilsa bo'ldi ekan deb meniki asli maktabim Osaka universitetiga aspirant o'qiydigan yo'tkab qo'yadiganini qaror qildi. Qaror qilib imtihonsiz nima chiqargancha shu chog'da Osaka universitetlarning ta'sirini ketib qarashdim. İmtihonsiz qabul qilgan qildi. Lekin shu chog'da bizniki doiralardan biri o'mak kelib, men unda qilishim yo'l qo'ymadi. Yo'l qo'ymadi, shuni men Yaponiyada magistr unvoni olamadim. 2 yil bilim oshirdim. Shuning bilan o'zim qolmadim bu o'qishga. Qolmayman, eng yuqori darajada o'qituvda davomli kirishib, Yaponiyada turib ingliz imtihon berdim. Ashta qilib Amerikaga chiqishga sharoit hozirladim. Shuni Yaponiyaga o'qish tugagan vaqtida men Amerikaga o'qishim ma'lum bo'ldi. Uni albatta men Şinjan Üniversitesi'ndeki o'qituvchi bo'lgandan keyin ular qo'llab emas bo'lmaydi. Bu chog'da bizniki bir necha Uyg'ur rahbarlar bor. Nayt yaxshi qo'llab berdi. Aysha Mapay, Hakim Japar akalar shunday kuchab erkin sizlar o'qimiz bo'lmaydi da. Ondan keyin shu fursatlarni Amerikaga kelib o'qib Amerikada 2 yil fizikada magistr o'qib magistr unvoni oldim. 4,5 yil doktorat o'qib elektr injenerlik kasbida doktor unvoni oldim. Uni bo'lgandan keyin Amerika'daki San Diego Devlet Tecrübehanesi degan bir o'rni bor. Uni aytib muhim tadqiqot o'rni. Masalan, hozirgi lazer qurollarini chiqarayotgan tadqiqot o'rinlar. Aşağıya kirib, 1,5 yil doktor açtı bo'lib ishladim. Undan keyin Kaliforniyadagi Kirnij yilg'isidagi yo'qotano'ga shirkatga kirib ishlashga boshladim. Bu yerda 7 yil ishladim, 7 yil 3 shirkatda ishlab, ondan keyin NASA'ga iltimos qilib, shuni NASA'ga kirib, hozir NASA kirgili 12 yil bo'ldi. Amerika Kaliforniya shtati Los Angeles shahrida shuni NASA markazida ishlayapti. Aziz ko'ruvchilar, vaqt munosabati bilan programmamiz bugun bu yerga qadar bo'ladi. Davomini kelar qatimli qismida ko'rgaysizlar. Yoqtirib ko'ringlar, rahmat. Aman bo'linglar.